Ko'ra, ha? O'rtoqlar, endi bu Muqaddas umra ziyoratiga ikkita yo'llanma o'ynayapmiz. Xullas, rostdan o'sha nima deydi, chaqirgan odam bo'lsa o'shanga chiqadi hozir. Deb bitta qarshi javob qo'yinglar. Bu qarshi nimaga deyapman akalar? Buni tan olish kerak. Jiddiy qilib aytganda, hozirgi kunda kimdandir bir so'mini tekinga olish oson ish emas ekan, bilasiz. Hozir juda ehtiyot bo'ladigan, lekin shunday bo'lsa ham tadbirkorlarimiz bilan birlashib shunaqa sovg'alarni qilishdi. Aka, xudo xolasa keyingilarida eng oddiy sovg'a mana Labo hozir eng qimmat sovg'ami? Keyingi yilga men chiqishdi 20 tadan. Ular hammasiga Labo berib, eng oliy sovg'a bir narsa samolyot, vertolyot bir narsa bo'lib ketsin. Bu yaxshi niyatga Xudoga olsin. Amin, amin. Ana endi boshlaymiz Muqaddas umra ziyoratiga. Birinchi nimamizni aniqlaymiz. Aka. Bu bo'ladi. Men bo'ladi, chaqirib oling. Balki bu tortib bering. Da bitta. Umraga oching. Buni bos. Oh, bismillah. Demak, bizda birinchi Muqaddas umra ziyoratiga ketadi. Ulug'bek aka, Toshkent, So'qoq. Qarsanglar. Ulug'bek aka bormi? Sizmi? Yo, seriozmi? Qarsang yo'q, hozir tashlab o'ting. Aka, mana shu bola shahriga qolib ketadi hozir Ulug'bek aka. Aka, tabriklaymiz, ko'ryapsizmi? İkincisini o'zlaringizga berasiz. Hozir mushsani ko'rdilaringizmi? Qo'yil lekin. Bosasiz. Mana bir xillar bor. Men nima dedim? Nos chekmaysiz ekan-a? Chunki nos chekadigan odamga bittadan chiqadi. Ne bosadi. Demak, Muqaddas umra ziyoratiga ketadi. Ikkinchi omad insonimiz Diyor aka, Maxtumquli Akfa. Qarsanglar. Olqishlar Diyor aka bormi? Sho'r aka, sizmi Diyor aka? Savol Sho'r aka. Ha, sherigingiz. Ha, kelomat. Qarsanglar bo'lsin. Aka, iloji bo'lsa tepaga chiqasizlar, rasmga tushib olishadi. Siz tanishmasmisizlar? Qani kamonlarga? Kamondagi rasmga tushib olasizlar. Men bitta kamerachiga savol berdim-ki, mana kamera ixtiro qilinganiga 50-60 yil bo'ldi-da, adashmasam. Undan oldin ham odamlarda to'yi bo'lgan, mana shunaqa bayramlarda nimada syomka qilgansizlar desam, yo'q, u payt kameralar bo'lmagan, lekin borgan ustozlarimiz deydi to'ylarga borishgan. Kamera bo'lmasa nima qilgan borib oladi desam, biz deydi har xil joylarga turib olib eslab qolardi deydi. Hamma narsani eslab qolardi deydi.